Barchaga salom do'stlar, sizlar bilan O'zbek Gaming kanali. Bugungi videoda ya'ni qo'rqinchli ko'z nomli o'yinni o'ynab chiqamiz birgalikda. Hammasi yaxshi. Okay. Apparently the owner of this place, Mr. Miles, was very rich man and the myth deyaptiki, bu yerning egasi bo'lmish Mr. Miles juda ham boy odam edi va this means a fat paychecks for me. Bu yerda ko'plab menga kvartirada ko'plab narsalar bor demoqchi. All I need to do is get the riches, ya'ni bu boyliklarni olib chiqishim kerak. The man disappeared some time ago, ya'ni bir necha kun oldin ketgandi. Just this one job and I will be set. Xo'sh, shunchaki bu kasbni men jo'nataman deyapti. Tushunarli. Xo'sh, qayerda foyda bo'ldik? Demak, biz 20 ta nimadir olishimiz kerak. Tanga. Qolganini boshqa o'yinlar davomida bilib olamiz. Hop. Hozircha yomon ketmayapmiz. Hammasi joyida. Nima kerak? Yaxshi tomoni bo'ni. Bitta ko'z bilan aniq bitta nima bo'ladi. Nima deydi? Shu bo'larikda, nima bo'ladi? Ko'zni bosadigan bo'lsam, hali ko'zni ko'rish mumkin. Demak, bu futbolda ekan. Hozir futbolda. Demak, bu degani biz bemalol bo'ylarda tekshirib chiqsam bo'ladi degani. Chunki lekin qachon qaytib kelib qolishini hech kim bilmaydi. O'lib bo'y kelib qolishi mumkin-da. O'lib bo'y peyt. Kutib o'tirmaydi hech narsani. Shunchaki o'ldirib qo'ya oladi. Va bizda ko'p eshiklar yo'q. Ya'ni ko'p jonlar degani. Öyle kırık kopyalı. Ovozini biraz pastlatdik. Xo'sh. Menimcha hammasi joyida. Hozir. Bo'ldi. U qayda yuribdi? Boshqa yoqda yuribdi deyapti-yu. Yettita. Ko'z обязательно kerak. Demak. Hop. Bitti.
10 bitta, atiga 9 ta qoldi. Atiga 9 ta. Demak, yugursam bo'larkan. Bu yerda ham 2 ta borardi. Mana 2 ta. Bu birinchi spam bo'lgan joyimizga spam qiladi. Buni burchak-burchaklari mumkin. Mayli. Boshqa hech narsa yo'q bo'lsa, bu yerdan ketamiz. Oy, joyga chiqyapti. Menimcha tushib ketdi. Yo, tevaga chiqib ketdimikan. Bunday vaziyatda meni gapirishim esdan chiqib qolyapti. Men faqat futbol ko'rsatyapti, lekin yuragim g'aratib ketaveryapti endi. Faqat futbol ko'rsatyapti. Tez orada futbolga ham tushamiz. Menda ham anchagina oltin paltonlar bor. Oydat. Meni vahimaga tushirib bu. Onu yetdi. Meni 20 olishimiz shartmi? Menga ko'zim yo'q. Mana shu futbol. Ko'z bor ekan, kakrasi kerak. Tak, video. Şöyle tinchlikman yerda o'tirib kutib turamiz uni. Barakat, u ham eng tomon qarab kelyapti. Endi ko'zim yo'q. Barakat. Oltinlar to'plabman. Endi qoch deyapti meni.
eshikda topib qoch deyapti. Mol boshida qochmoqchi bo'lganda qo'yib berishga deydi. Endi qayerdan qochaman? Короче, ya Alloh xudo, qochdik. Chiqish mana shu tomondanmidi? Yuraman. Nihoyat. Bu u edi. Aytmoqchi u yo'q. Bu u edi. Men ishonchim komil bunga. Xuddi-ku u bir xil ko'rinadi. Bu joy. Bu yerda yashab ketilgan va men ko'rgan narsa u edi. Tushunmay, faqat u edi gap. Nima uchun? Why? I can't shake the feeling that she keeps killing me. Ya'ni men o'zim o'sha g'alati bo'lib qoldim deyapti. Juda ham ko'p narsalar. Demak do'stlar, shu yerda videomiz nihoyasiga yetadi. Menimcha yoqqan bo'lsa like va podpiska esdan chiqmasin.